بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Xo'p, bugungi darsimiz inshaalloh babu salatil marid. Bemor insonning namoziga tegishli bo'lgan hukmlarni o'rganamiz. Juda ham qiziq mavzulardan bittasi, qiziq masalalar bayon qilingan. E'tiborli bo'lib o'tirasizlar. Babu salatil marid. Bemor insonning namozi. Ya'ni bemor inson namozni qanday o'qiydi? Masalan, turishga quvvat yetmas. Yotib o'qiydimi, o'tirib olib o'qiydimi? O'tirib olib o'qisa qanday o'qiydi? Ruku sajda qiladimi yoki imo ishora qiladimi? Imo ishoraga ham qodir bo'lmasa nima bo'ladi? Imo ishora nima bilan qilinadi? Qosh bilan qilinadimi, ko'z bilanmi, bosh bilanmi, nima bilan? Ma'qulmi? Shunga tegishli bo'lgan masalalar atrofida nima qiladi? Muhokama qilinadi inshaalloh. Musannif alayhi rahma bemor insonning namozi bobiga kirishib aytadilarki, avvalambor bemor insonning namozining kayfiyati haqida bahs qiladi. Qanday kayfiyatda amalga oshiriladi u namoz? Aytadilarki, iza ta'azzara 'ala al-marid kullu al-qiyam aw ta'assara. Bemor insonga turishni hammasi, ya'ni 4 rakat namoz o'qimoqchi bo'lsa, 2 rakat namoz o'qimoqchi bo'lsangiz, to'laqonli turish. Yoki umuman tura olmaysiz. Ma'qulmi? Umuman tura olmaysiz. Ba'zi kasal bo'lib qoladi, odam tura olmaydi o'rnida. Ma'qulmi? Kullu qiyom nima bo'ldi? Uzrli bo'lib qoldi. Ma'qulmi? Bu yerdagi uzrda ixtilof bor ulamolar o'rtasida. Qaysi uzrni e'tiborga olamiz bu yerda? Ba'zilar aytadiki, insonga nima? Ba'zi kasallik, bemorlik sababdan nima qilmaydi inson? Ro'za tutmaslikka ruxsat beradi shariatda. Va ba'zi insonlar kasalligi sababdan suv ishlatmaydi, balki nima qiladi? Tayammum amalga oshiradi. To'g'rimi? Ana shu uzrni hisoblaymizmi, e'tiborga olamizmi desa yo'q. Balki asohroq ta'rif bitta ayyal haqqahu dararun bil qiyam ta'rif beradi. Ya'ni bu yerda turishga qodir bo'lmay qoldi, kasal odam uzrli bo'lib qolsa deganimiz, qiyom sababidan insonga zarar keladigan bo'lsa, turishlik orqali insonga zarar keladigan bo'lsa, ana shu odam nima bo'ladi? O'tirib o'qishga ruxsat beriladi unda. Xo'p, qanday bo'lishi mumkin desa, bi vujudi alamin shadid. Qattiq nima bo'lyapti? Bemorlik. Turib o'qiydigan bo'lsa, og'riq qattiq bo'ladi. Ozgina bir mashaqqat bo'ladigan bo'lsa, ozgina og'riq bo'ladigan bo'lsa, u bilan nima turib o'qishning imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, o'tirib o'qib bo'lmaydi. Ma'qulmi? Chunki farz va vojib namozlarda qiyom nima bo'ladi? Rukun bo'ladi. Tushunarlimi? Ozgina mashaqqat, ozgina og'riqda e'tibordan endi turib o'qishga imkoniyat bor, o'qiladi. Ozgina og'rib turibdi, xolos. U bilan nima qilmaydi? O'tirib namoz o'qimaydi endi. Turib o'qiydi namoz. Ma'qulmi? Tushunarlimi? Yo bo'lmasam qattiq nima bo'lish kerak ekan? Og'riq bo'lish kerak. Aw khafa ziyadatal marad yoki gumoni g'olib bo'lyapti. Turib o'qiydigan bo'lsam, kasalligim ziyoda bo'lib ketadi. Xavfi bor. Endi bu qayerdan kelib chiqdi bu g'olibizon gumoni desa, tajribasidan o'tgan bu odamdan. Bir necha bor tajriba qilgan buni tepasida. Yo bo'lmasam o'zini sohasini mutaxassisi bo'lgan, fosiqligi bilinmagan ishonchli tabib nima qildi unga? Turib o'qiydigan bo'lsangiz, bu kasalligingiz zo'rayib ketadi, ziyodalashib ketadi degan xabarni berdi. Mana shu ham nima bo'ladi? G'olibizonni ifoda qilib beradi. Gumonni g'olibini ifoda qilib beradi. Ana shuni qavliga ko'ra nima qildi? Olib turib o'tirib o'qisa joiz. Yoki ibta'ahu bihi yoki but'ahu shunday kelibdimi sizlarda? Ibta'ahu bihi yo bo'lmasa nima? Kasalligi tuzalishi zo'raymaydi, ammo tuzalishi uzoqlashadi. Uzoq muddatgacha nima? Cho'zilib yuradi kasalligi.
Ma'qulmi? Turib o'qiydigan bo'lsa. Shuni xabarini bergan bo'lsa yoki shuni tajribadan o'tkazgan bo'lsa, ana bu inson nima o'tirib o'qishga ruxsat bo'ladi o'sha odamga. Tushunarlimi? Endi bir odam, ba'zi ulamolar aytadiki, bir odam uzursiz farz namozlarini uzursiz holatda ham biror narsaga suyangan holatda o'qisa ham joiz. Uzursiz holatda bir odam biror narsaga suyanib farz namozlarini o'qishligi joiz, lekin makruh bo'ladi. Ma'qulmi? Makruh bo'ladi. Chunki qiyomni komil tarzda keltirmayapti. Endi uzr bilan bo'ladigan bo'lsa, suyanib o'qigani yaxshi. Unda ham eplolmaydigan bo'lsa nima bo'ladi? O'tirib namozni o'qiydi. Ma'qulmi? Tushunarlimi? Chunki innal qiyama muttaqian qiyamun sahihun dedi ulamolar. Ya'ni bir narsaga suyanib tikka turgan holatda turishlikni o'zi ham qiyom hisoblanadi. Ma'qulmi? Hassasigadir, suyanib o'qiyotgandir, devorga suyanib o'qiyotgandir, namoz durust bo'ladimi? Durust bo'ladi. Ammo makruhlik bilan bo'ladi. Endi uzr bilan bo'ladigan bo'lsa, suyanib o'qisa, shu og'rig'i boshqasi shu bilan qolib, shu bilan eplab olyaptimi? Turib o'qigani afzal deydi. Ana turishga yuqoridagilar sabablardan nima? Uzrli bo'ladigan bo'lsa, salla qoidan bi ruku'in va sujud. O'tirgan holatda ruku, sajda bilan namoz o'qiydi. Demak, turishga qodir bo'lmagan odam nima bo'lar ekan? O'tirib ruku, sajda bilan namoz o'qiydi. Bu o'tirish yerga o'tiradi, stolga bas. Shunda yerga ham o'tirishga qodir bo'lmagan odam keyin stolga o'tiradi. Bu ham joiz emas edi. Ma'qulmi? Xo'p. Ruku sajdani gaplashganmiz. O'tirgan holatda ruku qanday qiladi, sajda qanday qiladi? Sajda to'laqonli sajda qiladi. Rukuda peshona nimaga? Tizzaga borishiga e'tiborli bo'ladi deganmiz. Va yaqudu kayfa sha'a fil asah. Asah qavliga ko'ra qanday xolasa shunday o'tiraveradi. Ammo nima tashahhudda o'tirganda o'tirishligi yaxshi. Bo'lmasa nima? Turburchak holatda masalan chordana qilib o'tirsa ham bo'laveradi. Tarabbo deydi. Ma'qulmi? Chordana qilib o'tirib namozni o'qisa ham bo'laveradi. Lekin nima? Tashahhud holatda o'tirganda o'tirishiga avlo. Tushundingizmi? Va illa qoma bi qadri ma yumkinuhu. Agar yo'q, nima turishga qodir. Ma'qulmi? Kullul qiyom emas, ya'ni namozni boshidan oxirigacha turish emas. Ma'lum bir miqdor turishga qodir bo'lgan bo'lsa, o'sha turishga qodir miqdoricha nima qiladi? Turib namozni o'qiydi, keyin o'tirib oladi. Ma'qulmi? Hattoki takbir tahriman turib aytishga qodir bo'lgan odam takbir tahriman turib aytib keyin o'tirish kerak. Ma'qulmi? O'sha miqdorda uni zimmasida past. Tushundingmi? Shuning uchun hushyor bo'lish kerak bu masalaga. Ma'qulmi? Qancha miqdorga quvvat yetadi? Bir rakatga quvvat yetadimi? Bir rakat nima turib o'qiydi, keyingisini o'tirib o'qiydi. Yo masalan Fotihani o'qigungacha nima turishga quvvat yetadi. Shuncha miqdor turib o'qiydi, keyin o'tirib o'qiydi. Farzlar deb gaplashyapmiz, farz, vojib namozlar deb gaplashyapmiz buni. Ammo nafllarda nima? Qiyom rukun emas. O'tirib o'qisa bo'laveradi. Ma'qulmi? Tushundingizmi? Xo'p. Agar deydi Fath Bobinada o'qidim shekilli vallohu alam, Ali Qori aytadiki, turishga ma'lum bir vaqt turishga qodir u o'shani amalga oshirmasdan o'tirib o'qiydigan bo'lsa namoz durust bo'lmaydi degan ekan. Tushundingizmi? Masalan, qiyomda turib nima takbir tahrima aytishga qodir, shunchalik miqdorga qodir turishga. O'shani aytmasa, o'tirib aytadigan bo'lsa, namozi fosil bo'ladi degan qavl bor adashmasam. Fath Bobinada. Ma'qulmi? Tushunarlimi? Va in ta'azzara ruku' va sujud salla qa'idan bil iman. Endi bir odam o'tirib sajda ruku' bilan o'qish kerak. Turishga qodir bo'lmagan odam. Xo'p. Va in ta'azzara ruku' va sujud. Endi ruku' sajda ham uzrli bo'lsa-chi, o'tirib ruku' sajda ham qila olmasa kerak. Bemorlik sababdan boshi sajda qilaman deydigan bo'lsa, qon quyilib qolishi mumkin, davrinasi oshib ketib qoladi.
shunaqa bir qon bosimi ko'tarilib ketib qoladi, insonga og'irlik keladi, yo beli bukilmaydi, shunaqa holatda bemorlik bo'ladigan bo'lsa, uzr bo'ladigan bo'lsa, solla qoidan bil ima. Keyingi holat nima ekan? Birinchi holat qiyom, unga uzrli bo'lsa o'tirib, unga ham qodir bo'lmasa ruku sajdasiga solla qoidan bil ima. O'tirgan holatda imo ishora bilan o'qiydi. Ma'qulmi? Imo ishora bu bosh bilan bo'ladi. Egilmas bunday qilib. Boshni o'zi bilan nima qilasiz? Imo ishora qilib o'qiysiz. Va ana shu imo ishorasida va ja'ala ima'ahu lis-sujud akhfada min ima'ihi li-ruku'. Sajdaga qiladigan ishorasini rukuga qiladigan ishorasidan pastroq qiladi. Orasi bilinsin uchun, Masalan, o'tiribsizmi? Allohu akbar deb turib, eydingizmi? Sami Allohu liman hamida. Allohu akbar. Pastroq bo'lasiz. Tushundingizmi? Ana shunda sajda topiladi sizga. Tushunarlimi? Fa illam yakhfidhu anhu la tasih. Agar rukuni imosidan, ishorasidan sajdaning ishorasini pasaytirmaydigan bo'lsa, balki barobar qilib qo'ydi. Tepa-teng qilib qo'ydi ishorasini. La tasih, namoz durust bo'lmaydi. Ma'qulmi? Va la yurfa'u li wajhi shay'un yasjudu alayh. Endi sajda qilish uchun o'tirib imo ishora qilayotgan odam nima qilmaydi? Biror narsani boshiga olib kelib sajda qilmaydi. Fa in fa'ala, xo'p, bir narsani ko'tarib sajda qilmoqchi. Va khafada ra'sahu, va boshini ham nima bo'ldi? Egdi. Ma'qulmi? Sahha, durust bo'ladi. Ma'qulmi? Lekin makruh tahrim bo'ladi. Ma'qul, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar. Biror narsani boshga olib kelishdan qaytarganlar. Va illa la, agar biror narsani ko'tarsa-yu boshini egmaydigan bo'lsa, nima bo'ldi? Durust bo'lmaydi unda ham. Ma'qulmi? Tushunarlimi? Buni alohida bahsini Sharh Ma'lul Asarda boshqa mazhablar bilan o'rtadagi bahslarda topasizlar inshaalloh. Va in ta'assara al-qu'ud aw ma'a mustalqiyan. Yuqorida bu narsaga e'tibor qilib qo'yasizlar. Va in ta'azzara ruku va sujud deyapti musannif. Ruku va sajdaga. Bu yerda nima vov jamni ifoda qiladi. Lekin bu yerda nima? Ikkalasiga qodir bo'lmaslik bas. Sajdani o'ziga qodir bo'lmasa ham kifoya qilaveradi. Ma'qulmi? Odatda ruku sajdaga qodir bo'lmasligini aytayapti. Odatda e'tibordan, lekin sajdaga qodir bo'lmasa ham nima bo'ldi? Imo ishora bilan nima namoz o'qisa bo'laveradi endi. Ma'qulmi? Tushundingizmi? O'tirib ruku sajda qilib o'qish kerak edi. Xo'p, ruku qila oladi, egila oladi, lekin sajda qila olmaydi o'tirib. Bu odam nima? Imo ishora bilan o'qishga ruxsat beriladi, kifoya qiladi shuni o'zi. Ma'qulmi? Tushunarlimi? Va in ta'assara al-qu'ud. Endi o'tirish uzrli bo'lib qoldi. Aslo o'tirishga qodir emas. O'zi ham biror narsaga suyanib bo'lsa ham o'tira olmaydi. Ma'qulmi? Tushundingizmi? Agar biror narsaga suyanib o'tirishda imkoniyati bo'lsa, suyanib o'tiradi. Ma'qulmi? Devorga suyanib o'tirib namoz o'qishning imkoniyati bo'lsa, o'shunday qiladi. Agar o'tirishda ham suyanish, biror narsaga suyanib o'tirishda ham imkoniyati yo'q. Shunaqa holatda bo'lib qolsa, aw ma'a mustalqiyan. Ma'qulmi? Uni nima qilib qo'yasiz? Chalqancha yotqizib qo'yasiz. Chalqancha yotib nima qiladi? Imo ishora qiladi. Chalqancha degani osmonga qarab yotish degani. Faqat ozgina orqa tomoniga bolish qo'yiladi, qiblaga yuzini yuzlantirish uchun. Ma'qulmi? Aw ala jambihi, yoki yon tomoniga, yo o'ng taraf yoki chap taraf. Yon boshatib, qiblaga yuzlantirib qo'yasiz. Imo ishora bilan namozni o'qiradi. Wal avvalu avlo, lekin avvalgisi, ya'ni chalqancha yotqizib qo'yishlik avlo bo'ladi. Ma'qulmi? Ikkalasining imkoniyati bo'lganda, ya'ni yonboshlab yotqizsa ham imkoniyati bor, chalqanchaga ham imkoniyat bor. Shu o'rinda. Lekin chalqanchaga imkoniyat yo'q. Faqat yonboshlatish imkoniyati bor xolos. Unda yonboshlatiladi. Ma'qulmi? Shunisi avlod unga. Tushundingizmi? Lekin bir odamga nima? Chalqancha yotib namoz o'qisa ham imkoniyat bor ekan, lekin o'tira olmaydi. Yo bo'lmasa yonboshlatib qo'ysa ham imkoniyat bor ekan. Shunda qaysi biri avlod? Ikkalasi ham qodir-ku. Qaysi biri avlod desa, chalqancha yotqizib o'qishlik avlod bo'ladi. Ma'qulmi?
وَيَجْعَلُ تَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةً. Ana shu odam nima qiladi? Boshining ostiga bir bolishni qo'yadi. Liyasira wajhuhu ila al-qibla. Yuzi nimaga? Qiblaga yuzlanishi uchun. Lassama, osmonga emas dedilar. Ma'qulmi? Va yanbaghi nasbu rukbatayhi in qadar. Agar qodir bo'ladigan bo'lsa, tizzasini ostiga nima qilib oladi? Tizzasini tikka qilib oladi. Yotimni ko'tarib oladi, bunday qilib, tushundingizmi? Qiblaga nima bo'lib qolmasa, oyoq uzatilmasin deganni e'tiborda. Ma'qulmi? Tizzani tepasini nima ko'tarib oladi. Va bir narsa qo'yib qo'yadiki, sal nima bo'lsin? Qiblaga yuzlanishdan sal ko'tarilsin. Ma'qulmi? Tushunarlimi? Hatto la yamuddahuma ila al-qibla. Hattoki ikkala oyog'ini nimaga? Qiblaga cho'zib olmasin degan ma'noda. Ma'qulmi? Bu endi lozim degani emas, yaxshi. Ma'qulmi? Lekin shunga borib qolgan bo'lsa, odamning holati nima? Qiblaga yuzlantirib, cho'zgan holatda namozini o'qisa joiz bo'ladi. Undan boshqa o'rinda nima? Karohat bor deydi ulamolar. Ma'qulmi? Tushunarlimi? O'shuning uchun dars paytida ham, boshqada ham, rohatlanayotgan paytingizda ham nima? Qiblaga yuzlanib, oyog'ingizni cho'zib rohatlanmang. Ulamolar qaytargan narsalar. Kitob o'qiyotganda ham, yotoqxonada yotib olib, oyoqni cho'zib olib, kitob o'qilmaydi, bolalar. Ma'qulmi? Kitobni ehtiromini qilish kerak. Chunki bu qo'limizga o'qiyotgan kitoblarimiz qancha mashaqqat bilan yozilgan. Qancha ko'z nuri ketgan, qancha vaqt ketgan, qancha ulamoni hayoti ketgan. Ehtiromini joyiga qo'yish kerak. Va ilm olyapmiz bundan. Ma'qulmi? Kitobga qancha muhabbat qilsak, uni qancha hurmat qilsak, inshaalloh kitob o'zining ichidagi ishlarni bizga beradi. Ma'qulmi? Xo'p, va in ta'azzara al-ima, ana endi zo'r bahsga keldik. Endi imo ishora ham uzunlik bo'lsa-chi? Demak, turishga qodir bo'lmagan odam, birinchi holat. Umuman nima? To'laqonli namozga turishga qodir bo'lmagan odam nima qilar ekan? O'tirib ruku sajda qiladi. Endi bir narsaga suyanib turib o'qish imkoniyati bo'lsa, turgan holatda suyanib o'qiydi. Unga ham qodir bo'lmasa, o'tirib ruku sajda qiladi. Unga ham qodir bo'lmasa, o'tirib imo ishora qiladi. Unga ham qodir bo'lmasa, nima qiladi? Chalqancha yotadi. Yonboshlatiladi. Ha, u imo ishoraga ham qodir bo'lmasa, kallasi ham qimirlamaydi. Ko'z ochiq, gapirsangiz ko'zini yumib, tushunyapman degan narsani ifoda qilib berasiz. Yoki nima? Yotaveradi shunday qilib. Komadiga odamlar ko'rganmisizlar? 2004-yilda operatsiya qildirganman, avariya bo'lganman. O'shunda Toshkentda operatsiya bo'lgan. Shuni ko'zim ochsam, reanimatsion joyda yotibman. Ro'paramda bitta bemor 2 oydan beri yotar ekan bechara. Komada. Kelib, medbratlar o'sha nima hamshirlar orqasiga urib, nima qilib turishini bo'lmasa qavarib ketadi-da, yara bo'lib ketadi. 2 oydan beri komada. Dori berishadi, u nima? O'sha dori ozuqa bo'ladi, boshqa bo'ladi unga. Shu bilan qoni to'yib yotaveradi, hech nimani bilmaydi. 2 oydan beri yotibdi keyin. Ajoyib. Ya endi insult nima? Masalan, ba'zilar oyoq qo'li ishlamay qoladi. Lekin hushi joyida bo'ladi. Ba'zilar. Xo'p, endi kirishyapti. Va in ta'azzara al-ima'u, imo ishora qilib namoz o'qish ham uzunlik bo'lsa-chi. Demak, kallasi ham qimirlamay qoldi. Nima bo'ladi endi bu? Qarang, musulmonning hayotida namozning ahamiyati qanchalik? Va shu bilan bir qatorda namozning muhimligi qanchalik bo'lishiga qaramasdan Alloh taolo insonga toqatiga yarasha hukmni beradi. Toqatiga yarasha taklifni beradi. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh taolo toqatdan tashqarisini bermaydi. Agar toqatdan tashqarisini beradigan bo'lsa, zulm bo'lib qoladi. Alloh taologa nima? Zulmni nisbatan bergan bo'lamiz. Bu aqidaga to'g'ri kelmaydi. Tushunarlimi? Xo'p. Va in ta'azzara al-ima'u, endi imo ishora kalla bilan nima? Imo ishora qilish uzunlik bo'lsa nima bo'ladi desa, ukhirat anhu madama yafhamul khitaba qala fil hidayah huwa as-sahih.
Mana shu joygacha bitta gap. Ma'qulmi? Sizlarda qanday kelibdi buni iborasi? Qani. Ana mashaqqatcha bitta gap. Tagiga chizib qo'ying. Tagiga chizib qo'ying. Bu birinchi qovun. Pastdagi ikkinchi qovun ketadi keyin. Ma'qulmi? Xo'p. Agar deydilar iymon ishora qilish huzurli bo'ldi. Ya'ni kallasini qimillamay qoldi. Ukhirat anhu madama yafhamul xitob. Namoz undan kechiktiriladi, modomiki nimani? Xitobni. Ya'ni aqimus solah degan narsani, namoz senga farz, namoz o'qishing kerak degan narsani mazmunini tushunayotgan bo'lsa, mafhumini tushunayotgan bo'lsa, ana shu insondan nima? Namoz kechiktiriladi deydi. Bu yerda musannif alayhi rahma ukhirat degan so'zni keltirishda nimaga ishora qilmoqchi? Shorihlar aytadiki, namoz qazo bo'ladi unga degan. Namoz kechiktirib turiladi degani, demak, namoz soqit bo'lmaydi, kechiktirib turiladi, keyin o'qib beradi degan gapga ishora bor deydi. Tushundingizmi? Demak, namoz soqit bo'lmaydi, balki qazosi lozim bo'ladi degan gap chiqyapti chetgacha. Ma'qulmi? Va buni qala fil hidoya sohiblari Burxonli Mag'nun rahmatullohi alayh huwa sahih degan ekanlar. Bu sahih qo'l degan ekanlar. Tushundingizmi? Hozir yana gaplashamiz. O'zi aslida bu masalada borib 4 ta 5 ta vajh bor. Birinchisi agar bir kundan yaxshi odatiga yo'qmi? Bir kundan ko'p va aql bir ishora qilib qo'yyapman. Bundan nima tushunyapti degani. Tushundingizmi? Aqlsiz deylik. Aqlsiz ekan. Aqlsiz. Bundagi hukm nima? Bundagi hukm la yaqdi ijma'an. Xo'p. Shunda ikkinchi holat. Bir kundan oz. Bir kundan oz. Va aqli joyida. Tushundingizmi? Hukm yaqdi ijma'an. Tushundingizmi? Xo'p, keyingi holat. Bir kundan ko'p va aql joyida turibdi. Ma'qulmi? Aql joyida turibdi. Yoki bir kundan oz, bir kundan oz va aql siz holatda. Aqli joyida emas. Tushundingizmi? Xo'p, mana shu ikkalasi nima bo'ldi? Ixtalafa al-masoyix. Nima bo'ldi? Masoyixlarimiz ixtilof qildi. Qochib tur. Xo'p, birinchi holat. Odam iymon shoriga ham qodir bo'lmay qoldi. Bemor bo'lib qoldi. Bir kundan ko'p
Ya'ni bir kundan ko'p degani 5 mahal namoz. Ma'qulmi? 5 mahal namozga o'tib ketdi. Ma'qulmi? 5 mahal namozga o'tib ketdi. Ammo aql joyida emas. Va huwa la ya'qil holatda, la yafhamul xitob. Tushundingizmi? Namoz senga lozim degan narsani tushunmaydi. Ma'qulmi? Aqimus saloni tushunmaydi. Nima qilar hukm nima ekan bunda? La yaqdi ijmoan uni zimmasiga nima bas? Ulamolarimiz ijmosi bilan qazo lozim emas. Xo'p, ikkinchi surat bir kundan oz holatda. Demak 5 vaqt namozga yetib bormagan. 3 vaqt va 4 vaqt nima bo'ldi? Imo ishoraga nima bas? Qodir bas. Lekin aqli joyida. Ya'ni gapirsiz ko'zi bilan qimirlab tushunyapman deyapti. Men qoshini qimirlab tushunyapman deyapti masalan. Nima qiladi? Qazo qilishga o'zi kelib qoldi. Nima qiladi? Qazo qiladi. Ma'qulmi? Xo'p, uchinchi holat. Bir kundan ko'p holatda shu kasallik davom etdi. Va aqli ham joyida. Bir kundan ko'p bo'ldi, aqli ham joyida. Bir kundan oz, lekin aqli yo'q. Tushunsa, nima bo'ladi desa, ulamolar bu masalani nima qilishdi? Ixtilof qilishdi. Ba'zilari nima dedi? Yaqdi, ba'zilari la yaqdi. Tushunsa? Tushunyapsizmi? Xo'p. Asosiy bahs mana bu ikkalasi haqida ketyapti. Shu haqida ketyapti. Tushundingizmi? Yuqoridagi masalani tushundingiz. Xo'p. Endi matnga qaytamiz. Qarang. Va in ta'azzara al-ima'u. Demak, imo ishora qilish uzrli bo'ladigan bo'lsa, ukhirat anhu madama yafhamul xitob. Modomiki xitobni aqimus sola, o namoz o'qishanga lozim bo'ldi, farsanga degan narsani tushunayotgan bo'lsa, odamning gapini tushunayotgan bo'lsa, nima bo'ldi? Ukhirat anhu, namoz kechiktiriladi. Ya'ni bunda nimaga ishora? Qazo qilasan degan narsaga ishora. Ma'qulmi? Va bu gapni qoli fil hidoya huwa sahih degan ekanlar. Sohibi hidoya nima degan ekanlar? Sahih qo'l mana shu degan ekanlar. Tamom. Shetgacha bo'lgan gapda nima? Imom Burxonlar Mag'lani rahmatulloh hidoyasida qazo qilib beradi, bir kundan oshib ketdi va aqli joyida bo'lsa, qazo qilib beradi namozlarni degan ekanlar. Tamommi? Xo'p. Endi ikkinchi qism, ikkinchi qavul. Va jazama sohibul hidaya fi tajnis wal mazid. Sohib hidoya tajnis kitoblarida va mazid kitoblarida yuqoridagi xilofini jazm qilgan. Yuqoridagi qavlni xilofiga fatvo bergan. Xilofini nima sahih deganlar? La yaqdi deganlar. Tushundingizmi? Bi suqutil qado, qazo soqit bo'ladi. Lozim bo'lmaydi zimmasiga. Iza dama ajzuhu anil ima'i akthara min 5 salawat. Demak, imo ishoradan ojizligi 5 vaqt namozdan ko'payib ketadigan bo'lsa, va in kana yafhamul xitob, agar u xitobni tushunayotgan bo'lsa, aqllayotgan bo'lsa, u odamdan qazo soqit bo'ladi degan ekanlar. Tajnis va mazid kitoblarda. Tajnis kitoblari Burxonli Mag'lani rahmatullohi alayhi hidoya asarini yozib bo'lgandan keyin yozganlar uni. Keyin kitoblari bo'ladi. Tushundingizmi? Zamoni keyin bo'ladi. O'shuning uchun nima? Tajnis kitobligi bu qo'lni olamiz deydi ulamolar. Keyin yozilgani uchun u kishining ijtihodlari o'zgardi. Mujtahidning ijtihodi o'zgaradigan bo'lsa, bu kishi nima? O'sha darajaga chiqqan. Endi mustaqil emas. Lekin nima? Masalalarni tarjih qiladigan darajaga chiqqanlar bu kishi. Ma'qulmi? Keyingi nimasi? Masalan, kitoblarida qazo qilmaslikni quvvatli deganlar. Va mana shunga fatvo bergan. Demak, keyingi kitob bo'lganligi uchun mana shu qovulni olamiz. Va bunga qo'shiladiki, qazo bo'lmasligiga va sahaha Qodixon, Imom Qodixon buni sahih deganlar. Va misluhu fil muhit, muhitda buni misli kelgan, ya'ni qazo qilmaydi. Vaqtarahu Shayxul Islom, Bazzaviy, Imom Bazzaviylar buni ixtiyor qilganlar. Va Faxrul Islom as-Saraxsi, Faxrul Islom Imom Saraxsi nima qilganlar?
qazo qilmaydi deganlar. Va qala fi Zohiriyya kitobida, Fatavoy Zohiriyada bu Zohiruddin Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad al-Qozi al-Buxoriy Hanafiy bo'ladi bu kishi. Mana shu zot shunza qazo qilmaydi. Huwa zohiru rivoya va bu zohir rivoya. Zohir rivoya qaysi kitobida? Imom Muhammad tarafidan mazhab boshimizni, ya'ni Abu Hanifa rahmatullohning qovullari, Imom Abu Yusuf qovullari yozib kelingan, nima jamlangan kitoblarning 6 kitobni zohir rivoya deydi. Va alayhi fatva degan. Va mana shunga fatvo bo'ladi degan ekanlar Zohiriyada. Va fil xulosatul fatavoda huwa al-muxtar degan. Mana shu qovul muxtar va sahahahu fil yanabi'. Quduriy shahrlardan bittasi Yanabiyada mana shuni sahih degan ekanlar. Val badoya va badoya sanoya Alauddin Kosoniy rahmatullohi alayh. Mana shuni nima sahih degan ekanlar. Va jazana bihi al-Walwaliji. Imom Walwaliji Fatavoy Walwaljiyaning nimasi sohiblari mana shuni tarjih qilgan ekanlar, jazm qilgan ekanlar, sahih bo'ladi shu degan ekanlar. Rahimahumulloh taala. Hammasi Alloh rozi bo'lsin, o'z rahmatiga qurshab olsin. Endi qarang, sohib hidoyat qayerdan? Bizdan. O'zbekistondan. Tushundingizmi? Qozixon ahli tarjih, katta ulamolardan, faqih ulamolardan. Fatavoy Qozixon kitoblari bor. Farg'oniy O'shi. O'zjandan bo'lgan. Farg'oniy O'zjandi. Tushundingizmi? Farg'ona vodiysidan bo'lgan bu kishi. Xo'p, Shayxul Islom Bazzaviy bizdan. Ma'qulmi? Zohiriyaning nimasi? Sohiblari Buxoriy Hanafiy bizdan. Tushunyapsizmi? Xulosatul Fatavoni sohiblari bizdan. Tushunyapsizmi? Xulosatul Fatavoni sohiblari Imom Tohir ibn Ahmad ibn Abdurrashid al-Buxoriy bo'ladilar. Hijriy 542-yilda vafot topganlar. Bizdan. Badoya sanoyi sohiblari Alauddin Kosoniy Hanafiy bizdan. Vafotlari 587 ga borib taqaladi. Ma'qulmi? Imom Valvaji bu kishi Toxaristonni Valvarij degan joydan bo'ladilar. Samarqandda istiqomat qilganlar. Bizdan. Bilasizmi? Qanaqa ajdodlarimiz bo'lgan birodarlar. Va biz nima qilishimiz kerak? Ma'qulmi? Mana shu darajaga harakat qilishimiz kerak. Mana shu zotlar nima degan ekan? Agar biz 5 vaqt namozini ko'payib ketdi, 6 vaqt bo'lib qoldi. Aqli joyida bo'lsa ham qazo qilmaydi degan masalani quvvatlagan ekanlar. Ma'qulmi? Walam yumi bi'aynihi va qalbihi va hajibihi. Biz Hanafiy mazhabda qalbi bilan, ko'zi bilan va qoshi bilan iymon shara qilib namoz o'qimaydi. Ya'ni zohir rivoyani qavli shu. Ma'qulmi? Va in qadara alal qiyam, endi bir odam qiyomga qodir. Lekin va ajaza anir ruku va sujud. Ruku sajdadan ojiz. Tura oladi, lekin ruku sajda qila olmaydi. Ma'qulmi? Nima qiladi u odam? Solla qoidan bil iymon, o'tirgan holatda iymon ishora bilan namoz o'qiydi. Turgan holatda ham iymon ishora bilan namoz o'qisa bo'ladimi? Bo'ladi. Ammo o'tirgan holatda bu yana yaxshiroq nimaga? Sajdaga yaqinroq uni kerak. Ma'qulmi? Va in arada lahu maradun yutimmuha bima qadar. Endi bir odam namoz o'qishni boshladi, sog'lom holatda. Ma'qulmi? Nima bo'ldi keyin? Kasallik yetib qoldi. Kasallik yetganligi sababidan nima bo'lib qoldi? Turishga qodir emas. Nima qilarsa, yutimmuha bima qadar. Qanday qodir bo'lsa, o'shunday taomga yetkazadi. Ya'ni o'tirishga qodir bo'lsa o'tiradi. O'tirishga ham qodir bo'lmay qolgan bo'lsa, yonboshdan nima qiladi? Namozni tugatadi. Ma'qulmi? Tushunarlimi? Wala bil ima fil mashhur qavli, garchi iymon ishora bilan ham bo'lsa ham nima qiladi? Namozni tugatadi. Ma'qulmi? Shunga borib qolgan bo'lsa masala. Wala usalla qoidan, bir odam o'tirib yarka'u va yasjud, ruku sajda bilan namoz o'qiyapti o'tirgan holatda. Bemorlik sababdan tura olmadi, o'tirib ruku sajda qilib namoz o'qiyapti. Fasahha, sog'lom bo'lib qoldi, turishga qodir bo'lib qoldi. Nima qiladi? Bana namozini davom ettirib ketaveradi turib. Ma'qulmi? Endi o'tirmaydi. Turib namozini davom ettiradi.
davom ettirsa bo'laveradimi? Bo'laveradi. Chunki yuqorida biz gaplashganmizki, o'tirgan insonga turgan inson nima iqtido qilsa bo'laveradi deyapmiz. Ammo shu odam o'qiyotgan, namoz o'qiyotgan odam valau kana mu'min, imo ishora qilib o'qiyotgan bo'lsa-chi. Imo ishora qilib namoz o'qiyotdi, holatdan kelib chiqib turib, keyin tuzalib qoldi. Ruku sajdaga qodir bo'lib qoldi. Nima qiladi? Davom ettiriladimi? Yo'q. La. Davom ettirilmaydi. Nimaga? Chunki uni holati kuchaydi. Imo ishora qilayotgan holati zaif edi. Rukuga qodir bo'lib qoldimi? Qoviy bo'ldi. Qoviyni zaifni ustiga qurilmaydi. Ma'qulmi? Namozni boshqa boshlaydi. Va man junna aw ughmiya alayhi 5 salawatin qada. Bir odam nima qildi? Jinni bo'lib qoldi. Yo bo'lmasam behushlik yetdi. 5 vaqt namozmi behush bo'lib yotdi. Nima bo'ladi? Qado, qazo qiladi. Walau aksara, endi 5 vaqtdan ko'paydi. 6 vaqt bo'lib ketdimi? La, qazo qilmaydi. Tushundingmi? Tushundingizmi? Xo'p. Xo'p. Bo'ladi. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin.